Leşkerler Kresni kötürgen Hazreti Eysa'ni erip kevatqanda, yolda yezni kevatqan Kirini şehirlik Simon isimlik bir kişini uçurattı. Ula bu kişini tutuvelip, Kresni onun kötəgüzüp, Hazreti Eysa'nın kendinden haydap mağdı. Çünkü Hazreti Eysa hal sırap ketken idi. Nurgun kişiler Hazreti Eysa'nın kendinden əgişip mağdı. Ularning ichida Hazreti Eysaga echinib, yig'izor qilishib mangan ayollarmi bor edi. Hazreti Eysa kayniga burilib, ularga mundaq dedi. Ey Yerusalim ayollari, men uchun yig'lamanglar. O'zinglar va farzandlaringlar uchun yig'langlar. Chunki sizlarga shundoq ig'ir kunlar keladi-ki, kishilar farzand ko'migan, homildor bo'lmagan, bola emitmagan ayollar nemi degan baxtlik deydi. Bu chog'da kishilar Xudoning g'azabidan kechish uchun tog'larga ustimizga o'ril, do'ngliklargimi ustimizni yop deb yolvurdi. Yop yeşil daraxt, o't ko'dirilgan yerda qurib ketgan daraxt texmi ko'dirilmasmi? Shuningdek, men azob chekkan yerda sizlar gunohkor yahudiylar texmi azob chekmaysizlar. Lashkarlar Hazreti Eysa bilan birga ikki jinoyatchini ular ustidan o'lim jazosini bejirishga elib kelishgan edi. Ular Yerusalimning sirtidagi bosh so'ngak deb atalgan joyga berib, u yerda Hazreti Eysa'ni kresga mixladi. Ikki jinoyatchining birini Hazreti Eysa'ning o'ng tarafiga, ya'ni birini so'l tarafiga mixladi va kreslarni tiklab qo'ydi. Hazreti Eysa: "Ey ata, ularni kechirim qilgin, chunki ular o'zining nima qilayotganligini bilmaydi" dedi. Lashkarlar chak tashlashib, Hazreti Eysa'ning kiyimlarini bo'lishib oldi. Qalay qarab turayotganda, Yahudi oqsoqollar uni masxara qilib, "U boshqalarni qutqizib ekan. Agar rostdan Xudo tayinlagan qutqizuvchi Masih bo'lgan bo'lsa, o'zini qutqizib boqmasinmi?" deyishdi. Lashkarlar uni masxara qilishib, uningga arzon uzum sharobi tanglab, "Agar sen Yahudilarning podshohi bo'lsan, o'zingni qutqizib boq" deyishdi. Hazreti Eysa'ning ustiga taxtiga bu kishi Yahudilarning podshohi deb yozilgan edi. Hazreti Eysa bilan billa kresga mixlangan ikki jinoyatchining biri uni haqoratlab, "Sen Xudo avatgan qutqizuvchi emasmiding? Endi o'zingnimi, biznimi qutqizmamsan?" dedi. Yana biri bo'lsa, yilqi jinoyatchini ayblab, "Senmi uningga o'xshash jazolanayotgan turuqliq Xudodan qo'rqmadingmi? Bizning jazolanishimiz haqliq. Biz o'z qilmishlarimizning jazosini tatdik. Lekin u hech qanday yomonlik qilmagan-ku" dedi. Ondan u Hazreti Eysaga: "Ey Eysa, podsholig'ing bilan kelganingda meni unutmag'aysan" dedi. "Bilib qo'yki, bugun sen men bilan billa jannatda bo'lasan" dedi Hazreti Eysa uningga. Tush vaqtida quyosh nuri g'oyib bo'lib,
bütün zeminni qarang'uliq bosdi. Bu ahvol 3 soat davom qildi. Markaziy ibodatxonadagi parda to'satdan 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazrati Ayso qattiq ovoz bilan: "Hey ota, ruhimni qo'lingga topshirdim" dedi-da, tinig'i to'xtab jon uzdi. U yerda buni ko'rib turgan 105'i Xudodan qo'rqqan holda: "Bu odam haqiqatan durust odam ekan" deb Xudoni madhiyaladi. Bu voqeani ko'rish uchun yig'ilgan xaloyiq qayg'u bilan maydisiga urib, uylariga qaytishdi. Hazrati Aysoni taniydigan kishilar va Jaliliya o'lkasidan uningga erishib kelgan ayollar voqeaning jarayonini yiroqdan ko'rib turdi. Yahudiya o'lkasidagi Aramatiya degan shahardan kelgan Yusuf ismli bir kishi bor edi. U oq ko'ngil, durust odam bo'lib, Xudoning podshohligining namoyon bo'lishini intizorlik bilan kutatdi. U Yahudilarning Oliy kengashmasining a'zolaridan biri bo'lsa-mu, ularning Hazrati Ayso haqidagi bu qarori va harakatlariga qo'shilmagan edi. Yusuf Vali Pilatusning oldiga berib, Hazrati Aysoning jasadini berishni talab qildi. Pilatus qo'shilgandan keyin u jasadni krestdan tushirib, kendi raq bilan kepanlab, yengidan o'yilgan cho'ng qoram toshli qabrga dafn qildi. Bu voqealar Hayitning orpisi yuz bergan bo'lib, dam oladigan shanba kuniga oz qolgan edi. Shunga Jaliliya o'lkasidan Hazrati Ayso bilan birga kelgan ayollar Yusuf bilan birga berib, qabrini va jasadning qandoq qo'yilganligini ko'zdan kechirdi. Ondan o'ylarga qaytib berib, jasadga chochadigan xushpuroqlik buyumlar bilan atirlarni tayyorladi. Dam elish kuni Xudoning amri bo'yicha ular dam elishdi.